Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Bo'ston sanatoriyasiga 4 dona biyagomuz olib kelgandik. Bu yerda o'zlarida issiqxonalar, teplitsalar bor. Teplitsada har xil turdagi gullar, mana ko'rib turibsiz, bananlar issiqxonalarda yetishtiriladi hamda hozir bananlarimiz hosilga kirgan. Har xil turdagi mana gullar bor. Mana tepasini 4,5 metrlik qilib yopilgan. Ichkari juda ham issiq. Banan o'zi issiq sevar o'simlik hisoblanadi. Hozir mana hosillarni olib pokovka qilib qo'yishyapti hamda kesilgan. Bananning afzallik tomonlari bu bitta ko'chat olib eksangiz yonidan bolalaydi. 1 yil davomida 4 ta 5 ta ham hosil olasiz hamda yana uni ko'chatlarini olishingiz mumkin. Mana yonidan kichkina bo'lib chiqadigan bo'lgan. Mana bananlar O'zbekistonda ham issiqxonalarda yetishtirsa bo'ladi bemalol. Har bittasi 30 kilo, 35 kilo atrofida bo'ladi. Mana ular tagiga asosan biyagomuz solinadi. Har bir tupiga 20-25 kilo atrofida biyagomuz solingan. Bu yerda har xil turdagi ko'chatlarimiz hamda gul ko'chatlari bor. Bular o'zi Bo'ston sanatoriyasi o'ziga dam oluvchi insonlarning xonalariga qo'yiladigan. Bular endi mana bahorda mart oyidan boshlab ekilishi boshlaydi. Har yili o'zgarib turadi. Kimki biyagomuz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha mutlaqo bepul.